6 ballim, 5,5 ballim 7 bo'lsa edi deganlar ham bor oranglarda. 7 olsam, zo'r ish qildim deganlar ham bor, to'g'ri aytaman. 7 balli 8 bo'lsin deganlar ham bor, 8 9 bo'lsa, voy deydiganlar ham bor. To'g'ri? Juda ham ko'p mehnat qilyapsiz. Juda ham katta mehnat qilyapsiz. Va o'sha qilayotgan mehnatinglar aslida mohiyatan kimga foydali bo'lyapti? Keyinchalik nechta odamning muammosini hal qiladi, nechta odamga foydali bo'laman va bu ilmni yana necha mingta odamga tarqatishim mumkin bo'ladi degan faza haqida o'ylab ko'rganmisizlar? Chunki men ham talaba bo'lganimda, meni oliy maqsadim byudjetga kirib olish bo'lgan. Faqat matematika, ingliz tili o'qiganmiz, erta-yu kech o'qiganmiz va byudjetga любой institut byudjetga kirib olsam bo'ldi. Men eng zo'r qiz bo'laman, ota-onamning qarshisida eng zo'r kelgan katta bitta ishlar qilaman, lekin hech ham o'zimni yayimdan, ya'ni men o'rtoqlar, o'zimni menimdan tashqariga chiqmagan ekanman. Men nima? Men mana buni kirsam, mana bu bo'ladi. Men mana qilsam, 7 olsam yana ham yaxshiroq bo'ladi. Men yaxshi bo'ladi, hamma meni maqtaydi, hamma men zo'r katta imkoniyatlarga ega bo'laman. Lekin o'sha men degan narsa ayda ya ben da ana o'sha narsa hammasi bitta o'zi hech nima bo'la olmas ekan. Erisha olmas ekanmiz. Faqat buni sal kechroq jamiyatga kelgandan keyin bo'lar ekanmiz.